بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. alloh taoloning madadi bilan sizlar bilan Xolid ibn Mahmud Jahani hafizahullohning Ramazonga tegishli bo'lgan bir kitoblardan dars qilayotganlik alloh taolo mana shu qilayotgan darslarimizni davomli qilsin. alloh taolo bilmaganlarimizni bildirsin, bilganlarimizga amal qilishga alloh taolo o'zi tavfiq bersin. alloh taolo qilayotgan amallarimizda va so'zlayotgan so'zlarimizda o'zi ixlos bersin. Mana bugun inshaalloh Jumadus Saniyda 16-kuni. alloh taolo hammalarimizni Ramazon oyiga o'zi yetkazsin. Jumadus Saniydan keyin Rajab oyi, keyin Sha'bon, keyin inshaalloh Ramazon oyi. Bugun qiladigan darsligimiz 12-darsimiz. O'tgangi darsligimizda as-siyamul a'zamul ibadat thawaban. Ro'za savob jihatidan ibodatlarning eng buyugi degan sarlavhani dars qilgan bo'ldik o'tgangi darsligimizda. Abu Umama radhiyallohu anhudan rivoyatning hadis mana bu sarlavhadan keyin mana Abu Umama radhiyallohu anhuning hadislarini dalil qilib keltirdi. Bu sahoba payg'ambar alayhisolam oldiga kelib, "Men bir ishga buyuringmi? Mana shunga amal qilib yuradigan payg'ambar alayhisolam ro'za tutgan" dedi. Chunki u ro'zaga o'xshashi yo'q dedi payg'ambarimiz. Ro'zaga o'xshashi yo'q deganda savobning ko'pligida va shaytoniy shahvatni yo'q qilishida va yomonlikka bo'lgan nafsni yo'q qilishida va shaytonni yo'q qilishida ro'zaga o'xshashi yo'q deganlar payg'ambarimiz. Ya'ni ro'zaga o'xshashi yo'q degan so'zning ma'nosi mana shu. Savobning ko'pligida. Savobning ko'pligi deganda, ya'ni farz ro'zani tushunishimiz kerak. Yani farz ro'zani tutgan paytimizda buni Alloh taolo ajr savobini o'zim beraman dedi. Shuning uchun kasratul savob borasida ro'zaga o'xshashi yo'q deyaptilar. Bugungi qiladigan darsligimiz 7-mavzuda as-siyamu sababul maghfiratu zunub wal xatoya. Ro'za gunoh va xatolarning mag'firat bo'lishiga sabab degan sarlavhani zikr qilyapti. Bunga hadis dalil qiladi. An Huzayfa radhiyallohu anhu qala Rasululloh sallallohu alayhi vasallam fitnatu rajuli fi ahlihi va malihi va waladihi va jarihi tukaffiruha as-salah va as-sawm va as-sadaqatu wal amru wan nahyu. Rawa Buxoriy. Buxoriydan rivoyat qilingan hadis. Huzayfa radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilar: Kishining fitnatur rajul, kishining kamchiligi fi ahlihi, o'zining ahlida, va malihi, o'zining molida, va waladihi, o'zining farzandida, va jarihi, o'zining qo'shnisida dedilar. Ya'ni kishining kamchiligi Payg'ambar alayhisolam 4 ta narsada zikr qildi. 4 ta narsani: ahlida, va molida, va farzandlarida, va qo'shnisida. Tukaffiruha, endi ana shu kamchiligiga kafforat bo'ladi, kamchiligi kechirilib ketiladi. Qaysi narsa bilan desa, as-sola, birinchisi namoz bilan, ikkinchisi vas-savm, ikkinchisi ro'za bilan, vas-sadaqa, uchinchisi sadaqa bilan, to'rtinchisi al-amru va nahyu, amru ma'ruf nahy munkar qilishida inson mana shu kamchiligi, ya'ni kafforat bo'ladi. Wal murad fil fitnati, endi fitnadan maqsad aytayaptiki, ana bu hadis sharhlab, fitnadan maqsad nima desa, أن يأتي لأجل من ذكر في الحديث بما لا يحل له أو يخل بما يجب عليه. Fitnadan maqsad hadisda zikr qilingan kishi uchun unga halol bo'lmagan, o'ziga halol bo'lmagan narsani qilib qo'yadi. Ya'ni hadisda zikr qilingan inson o'ziga halol bo'lmagan narsani qilib qo'yadi. Nima degani bu desa, mana kishining kamchiligi dediki, fitnatur rajul. Kishining kamchiligi nima desa, o'sha kishi o'ziga halol bo'lmagan narsani qilib qo'yadi deyapti. Qanday qilib qo'yadi desa, fi ahlihi, o'zining ahlida, molida, farzandida va qo'shnisida deyapti. Bunga misol o'zining ahli deganda, o'zini ahlining tarafini talashib qo'yishi mumkin yoki masalan o'zining molida o'zi nohaq bo'lib turib, o'zining moli borasida inson tortishi mumkin yoki farzandida yoki qo'shnisida inson shu narsalarda kamchilik qilib qo'yishi mumkin. Endi buni namozi va ro'zasi, sadaqasi, amr va nahy munkarlari insonni shu kamchiligini
ya'ni yuvib yuboradi, yani kamchiligi kechirilib ketadi. Yoki bo'lmasa unga vojib bo'lgan narsani tark qilib qo'yadi deyapti. Mana kishini o'zining bo'ynida vojib bo'lgan narsani tark qilib qo'yadi deyapti. Masalan, o'zining ahlida, masalan, o'zining ahli borasida, moli borasida yoki farzandi, qo'shnisi borasida, o'zining ahliga masalan yaxshilik qilish kerak, farzandlariga, qo'shnilarga yaxshilik qilish kerak. Shularda biron bir kamchilik bo'lib qolsa, namoz, ro'za, sadaqa, amr va nahy munkarlar shunga kafforat bo'lib ketar ekan. Keyingi darslarimizda aytganmiz, payg'ambar alayhisolam vasallam jumadan jumagacha bo'lgan namoz gunohlar kafforat bo'ladi degan. Bu qanday gunohlar? Kichkina gunohlar. Katta gunohlarga odam istig'for tavba qilishi kerak. Bu hadis ham xuddi shu, ya'ni kishining kamchiligi deganda kichkina kamchiliklar nazarda tutiladi. Shu kichkina kamchiliklar ro'za bilan kechirilib ketar ekan. Shuning uchun sheyx mana yuqorida sallohni shuning uchun keltiryapti. Asiyam sababul mag'firatil zunub val xatoya. Ro'za gunoh xatolarni kechirish, mag'firat bo'lishini, kechirilishiga sabab deyapti. Mana bunga bu hadisni dalil qilyapti. Kishining kamchiligi demak ro'za sababdan kechirilib ketar ekan. Mana bizni mavzumizga tegishli va savm ro'zani dalil qilib keltiryapti. Undan tashqari namoz, sadaqa, amr va nahy munkarlar ham nima insonni kichkina mayda kamchiliklarni ya'ni kechirilishiga sabab bo'lar ekan. 8-sallohada shay aytadiki, lis-soimi farhatan yafrahuhuma. Ro'za tutuvchi inson uchun uni xursand qiladigan ikkita xursandchilik bor degan sallohani keltiryapti. Demak, ro'za tutgan odam ikkita narsa bilan xursand bo'ladi degan sallohani shay keltiryapti. An Abi Hurayra radhiyallohu anhu qala qala Rasululloh sallallohu alayhi vasallam soimi farhatan farhatun 'inda fitrihi va farhatun 'inda liqa'i rabbih. Rawa Buxoriy va Muslim. Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilar. Ro'za tutuvchi uchun ikkita xursandchilik bor. Birinchisi farhatun 'inda fitrihi. Birinchisi ro'zasini ochgan paytdagi xursandchilik. Har bir inson ertalabdan kechga chanqaydi, qorni och qoladi. Kechki paytda ro'zasini ochgan paytda xursand bo'ladi. Farhatun 'inda liqa'i rabbih. Ikkinchi xursandchilik o'z Robbisi bilan qiyomat kuni uchrashgan paytda inson xursand bo'ladi. Alloh taolo hammalarimizga nasib qilsinki, qiyomat kuni Robbimizni huzurida ajr mukofoti olayotgan paytda insonlar xursand bo'ladi. Alloh taolo ana shunday ajr mukofotini olib xursand bo'layotgan odamlar safidan qilsin. Qolal ulamalar aytadiki, amma farhatu 'inda liqa rabbi fabima yarahu min jazaihi va thawabihi va tadakkuri ni'matillahi ta'ala alayhi bi tawfiqihi lidalik. Ulamalar aytadiki, Robbisi bilan uchrashgan paytdagi xursandchilik, mana bu hadis sharhlab aytadi. Robbisi bilan uchrashgan paytdagi xursandchilik nima desa, o'zini mukofot va savoblarni ko'rgan paytda xursand bo'lar ekan. Alloh taolo mana ro'zani ajrini o'zim beraman dedi. Ana shu qiyomat kunida Alloh taolo shu ajr savoblar bergan paytda shuni ko'rganda inson xursand bo'lar ekan. Va tadakkur ni'matillahi ta'ala alayhi bi tawfiqihi lidalik. Alloh tarafidan bo'lgan ne'matni, tavfiqni eslab turib inson xursand bo'lar ekan. Alloh tarafdan bo'lgan ne'mat, tavfiqni eslab xursand bo'lar ekan. Qiyomat kuni mana hayot dunyoda ro'za tutib, yaxshi amallar qilib, xosatan ro'zalarni mukammal Alloh va Rasuli buyurgan ro'zalarni tutib Allohning huzuriga borsak, qiyomat kuni ana shu Alloh taolo bizga ajr mukofot berayotganda, ana shu paytda biz Alloh taolo bizga hayotda shunga tavfiq bergan ekan, shu ne'matlarga, ya'ni ro'za tutishlikka Alloh taolo tavfiq bergan ekanda, mana shu paytda inson shuni eslab turib xursand bo'lar ekan. Haqiqatan inson bir yaxshi amal qilsa, bu oradan ancha vaqt o'tgandan keyin haligini eslab turib xursand bo'ladi. Bir qalbingizda bir boshqacha bir xursandchilik bo'ladi. Mana qiyomat kuni ham inson Allohning huzurida shu narsani eslar ekan. Biz biron bir yaxshi ish qilayotgan bo'lsak, bilaylikki o'zimiz qilmayapmiz buni. Alloh tavfiq beryapti. Bu qilishdi. Ya'ni mana shu yaxshi ishni qilishlikka Alloh taolo bizga tavfiq beryapti. O'zimizdan buni qila olmaymiz. Demak, Alloh taolo bizga shuni tavfiq beryapti, bu yaxshi ishlarni qilyapmiz. Mana qiyomat kunida ham inson shuni eslar ekan. İnson shunda xursand bo'ladi. Alloh taolo tavfiq beradi unga eslash deydi. Hayot dunyoda bir yaxshi amallarni qilib olishlik o'zi katta Allohning tavfiqi bizga. Alloh taolo bizlarni yaxshiliklardan mahrum qilmasin. Alloh taolo qiyomat kunida mana shunday mukofotlarini ko'rib xursand bo'lib Allohning huzurida turgan kishilarning safidan qilsin bizlarni ham.
haqiqiy payg'ambar alayhissalom buyurganday, payg'ambarimiz ko'rsatganday ro'zalarni tutishlikka Alloh taolo o'zi tavfiq bersin. Mana ro'zaga ham oz vaqtlar qolyapti. Alloh taolo hammalarimizni mana shu Ramazon oyiga Alloh taolo yetkazsin. Alloh taolo mana shu qilayotgan darslarimizni o'zi davomli qilsin.